Pifagor teoremasi. To'g'ri burchakli uchburchakli. Mana bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak deyiladi. Nega desangiz, bitta burchak 90 gradus. Bitta burchak 90 gradus bo'lgan uchburchak qanaqa bo'lar ekan? To'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu 90 gradus, ha? 90 gradusga yopishgan tomonlar bor. 90 gradusga yopishgan tomonlar. Qaysi tomonlar yopishgan? A bilan B. 90 gradusga nima qilgan? Yopishgan tomon. Ana shu tomonlarning nomi katet deyiladi. Tushundinglar? Va o'sha 90 gradusning qarshisidagi mana bu tomonning nomi gipotenuza. Masalan, mana shu yerda katet qaysilari? Uch bilan 4. Chunki 90 gradusga yopishgan ular. Gipotenuzachi? X. Bu yerda katet nima? 12 bilan 5. Gipotenuza? Mana bu yerda katet nima? 2 bilan 4 nima ekan? Katet. Nima uchun? 90 gradusga yopishgan. Mana bu gipotenuza 90 ning qarshisidagisi. Mana bu yerda katet 33 bilan 66. Mana bu 90 ning qarshisidagi x nima ekan? Gipotenuza. Pifagor teoremasi nima? Katetlar yig'indisi. Rahmat Pifagor. Demak, katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadrati. Katetlar kvadratlarining yig'indisi nimaga teng bo'lar ekan? Gipotenuzaning kvadratiga teng. Eshiting. Katet 3 bilan 4 mi? Kvadratga oshiring. 9. Qo'shing. 25 mi? O'sha chiqqan javobdan ildiz chiqarasiz. Mana bu gipotenuzaning uzunligi 5 ekan. Tushundinglarmi? Bu 144. Ikkita katet bor-ku, kvadratini qo'ysangiz, gipotenuzaning kvadratini beradi. 144, 25, 169, 169 nimaning kvadrati? Mana bu yerga 13 qo'ygan, tushundinglarmi? Mana bunga e'tibor qarating. 6 bilan 8. 6 ning kvadrati 8 ning kvadrati. Ikkalasini qo'ysa 110 chiqadimi? Tushundinglar? 36, 64. Ikkalasini qo'ysa 100. 100 dan nima chiqadi? 10. Qulay yo'li eshiting. 6 bilan 8 nimagadir bo'linadimi? 6 bilan 8 nimagadir bo'linadimi desam, shu yoqdan 48 degan javob keldi. Kalla yoqda chunki. 6 bilan 8 nechaga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsak 2 ga bo'lsak 4. O'sha 2 esingizda tursin, 3 bilan 4 qoldimi sizda? 3 ning kvadrati. 4 ning kvadrati. Ikkalasini qo'ysa 25 dan nima chiqadi? Boyaga 2 ni eslang. 2 bordimi sizda? Javob 10. Shu usul qulay demoqchimisiz? Yaxshi. 66 bilan 33. Hozir tomosha qilamiz. 66 ning kvadrati. 33 ning kvadrati. Ha. Endi qanday bo'ldi? Ikkalasini ham 33 ga bo'ling. 33 ga bo'ling ikkovini. 33 ga bo'lsangiz ikkitadan bittadan 2 ning kvadrati 4. Bu ikkovini qo'ysa 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. 33 ildiz osti 5. Tushundinglarmi? Ildiz osti 5. 33 ildiz osti 5. 5 dan o'sha nimadir son chiqadigan bo'lsa edi, ko'paytirib yuborardik. Masalan 33 bilan 44. 33 bilan 44. 11 ga bo'linam. 11 ga bo'ling. 3, 4. 3 ning kvadrati. 4 ning kvadrati. Ikkalasini qo'ysa 5 bo'ldimi? Ana endi boyaga 11 ni ko'paytirasiz. Mana bu yerga ko'paytira olmadik, chunki ildiz osti chiqdi. Ildiz ostilik chiqdi. 5 dan ildiz chiqmaydi-ku, to'g'rimi? 10 bilan 12. 100 bilan 140. Unaqa qilmang-da. Oson yo'lda ishlang. 2 ga bo'ling. 5 bilan 6. 25, 36. 25, 36. 61 mi? 61 dan ildiz chiqami yo'qmi? Ildiz chiqmasa, ildiz osti 61. Faqat boyaga 2 ni yozib qo'yasiz. Masalan 2 bilan 4. Qulay usulda ishlasak bo'ladi. 2 bilan 4. 2 nechaga bo'linadi? 2 ga bo'linsa 1, 2. 1, 5 mi? Ildiz osti 5. Faqat javob 2 ildiz osti 5. Nimaga 2 ildiz osti? Xo'sh, mana bunga keldik. 10 bilan 8. 2 ga bo'linadi. 5. Hisoblaylik bo'lmasa 100. 64. Pifagor eshitadi, o'zini olsaydi, ishoning. Qarang. Pifagor nima degan?
Mana bu ikkalasini kvadratini qo'shsang degan, ikkita katetni qo'shsang, buni beradiganmi? Mana bu qo'shilgani. Bu o'sha qo'shilgani bu. Buni kvadrati 100 mi? Buni kvadrati 64 mi? Ayirish kerak uni. 100 dan 64 ni ayirsang 36, mana bundan ne chiqadi? 6. Tushunarlimi? O banday musulmon 5 bu gipotenuza. Mana bu ikkovi katet. Ikkovini kvadratini qo'ysang bu chiqardi. Ha, bu qo'shilmaydi, bu ayriladi bu. Bu. Ayirsang. Tushundinglar? Bu ikkovini kvadratini qo'shasizmi, ayirasizmi? Buni kvadrati. Buni kvadrati. Ayirsang 12 bo'ladi. Mana bu 44 33 deb ishlama. Bo'lib ishla. 11 ga bo'l. 44 33 ni 11 ga bo'l. 4 qoladi, 3 qoladi. 4 ni kvadrati 16, 3 ni kvadrati. Ha. Sizlarga shunaqa his-tuyg'u moslashib qolganki, 16 bilan 9 ni ko'rasizlar, 16 bilan 9 ni. O deysiz, qo'shasiz. Chunki qo'l 25 bo'ladi-da. Baraka topib ko'r, bu ayiriladigani-ku bu. Bu 16 mi bu? Bu necha? Ikkovini ayir. 16 dan 9 ayirsa 7 qoladi. Ildiz chiqmagani uchun ildiz osti 7. Faqat 11 ildiz osti 7. Mana bu misol. Son berilmagan ekan demang. 3 ta katakcha bor, 3 degani bu, 3 birlik degani. 2 ta katakcha bor, 2 birlik degani. Buni topadigan bo'lsak. Tushundinglarmi? 9 4 ildiz osti 13. 30 bilan 20 10 ga bo'ling. Tinchgina. Bu 3, bu 2. 9 mi? 9 dan 4. Nech qoladi? 5 mi? 10 ildiz osti 5. Tushundinglarmi?